Yangi o'quv yilini qarshilagan 11-sinf o'quvchilarini maktab talay yangiliklari bilan qarshi oldi. Maktabga 3 ta yangi o'qituvchi ishga qabul qilinibdi. Ushbu uchar o'yinchoqimiz o'zingiz va bolajonlaringizga o'zgacha zavq beradi. Uning maxsus sensorlari bo'lib, ular tufayli o'yinchoq hech qanday devor, to'siq yoki odamga borib urilmaydi. Uni maxsus pult hamda soat ko'rinishidagi qurilma bilan boshqarish juda ham oson bo'lib, u 100 metr balandlikgacha bemalol ko'tarila oladi. Farzandingizni bayramda xursand qiluvchi ushbu o'yinchoqni pastdagi tugma yoki havola orqali mahsulotimizni O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bepul. Rus tili o'qituvchisi Roza opa nafaqaga chiqibdilar. Ingliz tili o'qituvchisi Dilbar Soatovna Farg'onaga ketibdilar. Sababi ellari harbiy bo'lganliklari uchun ishlar o'sha viloyatga ko'chirilgan ekan. Ammo 11-V uchun eng muhimi bu emas edi. Hamma gap ularning sinfiga yana bir qancha, ya'ni 8 nafar o'quvchilarning qabul qilinganligida edi. Hayron bo'lmang. Buncha o'quvchi birdaniga chetdan kelmagan edi. Xullas, ta'limning ayrim qoidalariga muvofiq tuman xalq ta'limi bo'limi qaroriga ko'ra o'tgan o'quv yilida maktabni tugallagan 10-sinf o'quvchilari qolgan. A va B va albatta V sinflarga bo'lib yuborilgan edi. Maktab hayoti sinflarni o'z-o'zidan tabaqalashtirib qo'yadi. Bariga sabab o'quvchilar. Ularning maktab faoliyatida tutgan o'rniga qarab sinflar, ijodkorlar sinfi, to'polonchilar sinfi, sportchilar sinfi kabi nominatsiyalarga da'vogarlik qilib qolishar edi. 11-V sinf esa iqtidorlilar sinfi edi. To'g'ri, yangi o'quv yilida ularning safiga qo'shilgan o'quvchilarning ko'pchiligining o'zlashtirishi hamin qadar edi. Ammo bu allaqachon iqtidorlilar nomini olib bo'lgan sinfning obro'siga ta'sir ko'rsata olmadi. Vda 34 nafar o'quvchi ichida maktabni oltin medal bilan bitirishga da'vogarlar soni 12 nafar ekanligini, ularning barchasi turli fan olimpiadalari bo'yicha viloyat, respublika sovrindorlari ekanligini aytishning o'ziyoq sinfning boshqa tarafiga izoh qoldirmasligi aniq edi. Shunday iqtidorli o'quvchilar ichida suymi ajralib turardi. Bunday bo'lishiga bir talay sabablar bor edi va eng birinchi o'rindagisi uning yaratgan tomonidan behad go'zal chiroy bilan siylaganligi edi. Ba'zi ayol qizlarga pardoz qilish, bo'yanish umuman yarashmaydi. Ular bo'yansalar xunuk bo'lib ketadilar. Sababi ular tabiatan chiroyli bo'ladilar. Sal ishlatilgan pardoz ham bundaylarning husniga dog' bo'lib xizmat qiladi. Suyma shundaylar toifasidan edi. Oppoq yuzlar, qadirg'och qanotidek qoshlar, serkiprik shahlo ko'zlar, haqiq lablar va shu labning o'ng tarafi ustidagi moshdek xol, bir o'rim qilib o'rangan sochlar. Uzun sochlar hech qachon shakkoq qaychining diydorini ko'rmaganligi kundek ravshan edi. Suymaning xaridorlari 6-7-sinfda o'qib yurgan vaqtlardanoq yuqori sinf yigitlari orasida bo'y ko'rsatib qolgan bo'lsalar-da, hech qachon uning yaqiniga yo'lay olishga yuraklari betlamagan edi. Bunga eng asosiy sabab Suymaning qattiq qo'l otasi edi. Yo'ldosh tajang desa, eng qitmir kishilarning ham popuklari pasayib qolardi. Yo'ldosh aka bir so'zli, tutgan yerini kesadigan va shu bilan birga o'ta haqiqatparvar kishi edi. Uning ko'p kelishmovchiliklarda ishtirokchi va alal oqibat mudom g'olib bo'lishni bilgan odamlar yaxshisi u bilan bahs munozaraga kirishmay qo'ya qolishning eng afzal yo'l ekanliklarini allaqachon tan olib bo'lishgandi. Suyma shunday insonning qizi edi. Suymaning hammaga suyumli qilgan ikkinchi jihati uning juda ham go'zal raqs ijro etishi edi. U har qanday musiqa va qo'shiqqa raqs tushmasdi. Faqatgina o'zbek milliy mumtoz san'at durdonalariga o'ynar edi xolos. Sumbula, tanovor, munojot. Maktab o'quvchilari va o'quvchilar shu raqslardan bittasi ijro etilmagan tadbirni tadbir o'rnida ko'rishmas edi. Ular yana Yo'ldosh aka shuncha qattiq qo'lligi bilan nima uchun Suymaga raqs tushishiga ruxsat berib qo'yganligiga hayron bo'lardilar. Bu savolning yechimini topa olmay ko'pda ajablanganlari ajablangan edilar. Buning esa qator sabablari bor edi. Birinchidan, Yo'ldosh aka kenja qizini juda yaxshi ko'rardi. Ikkinchidan, u Suymaga ishonardi. Uchinchidan, qiz bola birovning xasmi. Otasining davrida, onasining bag'rida mayli bir yayrab qola qolsin derdi. Ammo uning bu mulohazasini hech kimga bildirmagan edi. To'rtinchidan, Yo'ldosh akaning o'zi ham mumtoz san'at shinavandasi edi. Navoiy va Bobur g'azallarini, Nodira va Uvaysi yashorlarini maromiga yetkazib o'qishdi. Ham Suymaning oldiga tushadigan qiz maktabda topilmas edi. Sezib turganingizdek, fan olimpiadasida ona tili va adabiyot fani bo'yicha qatnashish Suymaning chekiga tushgan va u mudom fan o'quvchisi Shohista opaning ishonchini oqlab kelgan edi. 11-Vning avvalgi tarkibi og'ir bosiq, o'smir yigit qizlardan tashkil topgan edi. Barchasining o'z oldiga qo'ygan yuksak orzu, maqsadlari bor edi va bu maqsadlarning asosi bitta edi. Bu sinf o'quvchilarining barchasi oliy o'quv yurti talabasi bo'lish orzusida edilar. Ular darsga jiddiy yondashar, darsdan so'ng esa qo'shimcha mashg'ulotlardan bosh ko'tarmas edilar. Ammo hamma gap ana shu ammoda.
Sinfga yana qo'shilgan o'quvchilarning ichida ikkita qizning yaxshi o'qishini aytmasa, qolganlar bitta narsani tan olish mardning ishi. Bu 8 nafar o'quvchi o'zlari bilan sinfga bir olam nur olib kelishgan edi. O'sha nur Fozil edi. Fozil o'rta baholarga o'qir edi. Balki harakat qilsa, a'lo baholarga o'qishi mumkin ham edi-yu, bu haqda so'raganlarga hamma olim bo'laversa, podani kim boqadi? Между прочим, o'sha olimlarni ham qorni ochib, ishi podachiga tushadi baribir. Qalbidagi gaplari bilan savol beruvchilarning mot qilishining uddasidan chiqardi. Fozil juda ham gapga usta yigit edi. Garchi sinfdagi yigitlarni bir joyga to'plab qo'ysa, e'tiborni tashqi ko'rinish bo'yicha unchalik tortmasa-da, ammo davrada Fozil har qanday davrani joni edi. Fozilning dastidan sentyabrning 1-haftasi tugamasdan sinf o'quvchilari katta tanaffusda maktab oshxonasiga tushlik qilgani chiqmay qo'yadilar. Endi barcha o'quvchilar o'ylaridan u bu yeguliklarni o'rab, papkalarga solib, sinfning o'zida yengil tushlik qilib olishga o'ta boshlashdi. Bunga yaxshigina sabab bor edi. Katta tanaffusga qo'ng'iroq chalinib, o'qituvchi sinf xonasini tark etishi bilan Fozil qo'ldagi daftardan yumaloqlab tayyorlab olgan mikrofoni bilan o'rtaga chiqardi va har kungi tomoshasini boshlar edi. U har kuni o'zi bilan D sinfdan o'tgan do'sti Yorqin va shu sinfning Dilnoza ismli qizining to'yini o'tkazar. O'zining aytishi bo'yicha xizmat beminnat o'rtakash edi. Yorqin ismiga monand yorqingina bola edi, ammo uni asl ismi bilan hech kim chaqirmas edi. Sochi qosh va kipriklari, hattoki yuzidagi mayin tuklarigacha sap-sariq. Bu yigitchani hamma erkalab quyoshjon der edi. U esa taqdirga tan bergandanmi yo tabiatan yuvoshligi sababmi bir og'iz "Hey senlar, nega meni unday deyapsanlar? Axir o'zimning otam qo'ygan ismim bor" deb bir emas, balki yarim og'iz ham e'tiroz bildirmas edi. Dilnoza esa Dilnoza shunchalik shaddod va o'jar qiz ediki, bundaylar haqida faqat o'tganning o'rog'ini, ketganning ketmonini oladi degan ibora juda ham yumshoqqina qilib aytilgan deyish o'rinli bo'lardi xolos. U yo'q joydan ham janjal chiqarish va g'olib bo'lishning obdon haddisini olgan, asosiy raqiblikka o'ziga o'xshagan yigitlarni tanlab yaxshigina ta'zirni bera olardi. Ammo nechundir u Fozilning to'y hazillarida o'ziga topshirilgan kelin rolini bajonidil ijro qilib berar edi. Uning ko'ngli Yorqinga tushib qolgandir degan gumondan xoli bo'lish uchun Dilnozaning unga jussa jihatdan salkam 1,5 baravar kelishini nazarda tutilsa yaxshi bo'lar edi. Sinfdoshlarning hatto eng jiddiy yigitlar Fazliddin, Shavkatlarning ham xonadan chiqib ketmayotganligiga ko'ra Fozil o'z ishini qoyilmaqom uddalayotganligi ko'rinib turardi. Bugun ham 4-soat ingliz tili darsi tugashi bilan o'quvchilar tezlik bilan keyingi dars bo'ladigan biologiya xonasiga yetib oldilar va darrov eshikni ichkaridan berkitib oldilar. Hamma profillidan uydan o'zi bilgan olib kelgan tushligini o'rtaga qo'ygandi. Binoydek dasturxon tuzaldi va Fozil partalarni birlashtirib tuzalgan dasturxonning to'ridan qo'lbola mikrofoni bilan joy oldi. Assalomu alaykum, aziz visol oqshomiga kelgan hurmatli mehmonlar. To'y deb kelganlarning boshi to'ydan chiqmasin. Kamtarin qo'lingizning so'zlariga chapak chalib dalda berib turganlarning yenglari qo'y bo'lsin. Minganlari chet el mashinasi, uylangan qizi Ashvariya Rayga turmushga chiqadigan yigiti xonlardan bittasiga o'xshayversin. Qaysi xonga o'xshashini esa qizboshalarimizning o'zlari tanlab olishsin. Men sizlarning yuksak didingizga ishonaman. Ha, gapimga qarsak chalmaganlarning uyida sichqonlar hassaga suyanib qolmasa rozimasman. Demak, shu joyiga bitta chapak. Xo'sh, endi kelin va kuyovimizning madh etishni boshlaymiz. Mana kuyov bola mazza qilib gapira, olib kelgan kartishka somsani yeb o'tirgan Quyoshjon. Fozil aylanib borib somsa yeb o'tirgan Yorqinning boshiga bir tushirdi va hammaga eshittirib shivirladi. Qachon odam bo'lasan? Qachon normalni kuyov bo'lasan? Senga o'rgattirib o'zimda qolmadi. Turshakjon aytgancha, Quyoshjon, bo'pti. Bugun oxirgi ogohlantirish. Bilib qo'y, Dilnoz, ayniqsa bunaqa to'yni 7 uxlab bir tushingda ko'rmaysan. Qarochi ertaga atir sepibki, hidingdan boshimiz bir aylansin. Baribir yangi kuyovlarning fayzi boshqacha bo'ladi-da. Fozil Yorqinni ogohlantirgach yana davraga yuzlandi. Olinglar, mehmonjonlar, tortinmanglar. Hammasini puli to'langan, behijolat. Bu kunlarga yetguncha To'ravoy akamiz, Yorqinni dadasi, ne mehnatlarni qilmaganlar deysiz. Fozil yolg'onda kasimga ko'zlarini yengiga artib, bir burnini tortib oldi. Mana endi rohatda ko'radilar. To'g'rimi? Kelin poshsha Dilnozaxon, haqiqatda rohatlarni rohatda ko'radilarmi? Ish qilib kunlarni kundan ko'rsatmaysizmi? Dilnoza og'zi to'la non bilan kuldi. O'ng qo'lini ko'tarib 5 barmog'ini ko'rsatadi. Fozil uni boshqa gapirtirgani qo'ymaydi. Ana nima degandim? Dilnozaga gap yo'q. Chars chursak,
Voy kuyov, jo'ra va kelin yangiga so'z bermabman-u. Shokir, nima balo? Uyingda ovqat ko'rmaganmisan, tavba. Hammani yilni esdan chiqarishim mumkin, ammo sening yiling aslo esimdan chiqmaydi, chunki sening yiling ovqat. Tarix uchun bir nimalar devor. Shokir profilini yelkasiga videoapparatga o'xshab ushlab olgan Fozilga qarab, qo'lni zo'r ma'nosida bo'kdi-yu iljaydi.